Xo'sh, kamera yo'q qildi. Buni qaranglar, mana bularni barcha-barchaga salom bo'laman. Mana ismim Kompot va mana video roligimga xush kelibsizlar, obunachilar. Bugun men buni qaranglar, shaxtada ancha yurdim, juda ham uzoq yo'l bosib keldim va mana bu juda ham ko'p olmoslarga topib oldim, obunachilar. Ha, obunachilar juda ham omadliman, lekin obunachilar shu paytda mana bu kirkam mana bu kuchi, ya'ni sinay deb qolgan. Ha, obunachilar ko'pincha menga har doimgidek shunaqa bo'lib qoladi. Har doim qanaqadir muammo chiqib qolmasa bo'lmaydi, obunachilar. Lekin men ana endi milliarder bo'lib ketishim mumkin, obunachilar. Lekin hozir birinchi o'rinda bularni buzishdan oldin kirkam sinib qolishi aniq, yetmasligi aniq. Shulardan oldin obunachilar biz hozir kirka olib kelamiz. Kirka olib kelganimizcha menimcha hech kim teginmasa kerak. Chunki obunachilar qaranglar, men juda ham ko'p ana yurib keldim-da mana shu yergacha. Buni qaranglar. Oho, вообще mana bu yerda uzoqligini hali juda ham ko'p olmoslar bor ekan. Men juda ham xursandman obunachilar. Sababi buni qaranglar, juda ham ko'p olmoslar topdim. Ha, mayli, bo'lmasa obunachilar ko'p gapirmasdan men hozir mana bu kirkamni almashtirib kelmasam umuman bo'lmaydi. Bilasizlar-ku, ungacha hech kim teginmasa kerak bu yerga, obunachilar, to'g'rimi? Mayli, bo'lmasa o'zimizdan qishloqqa borib qaytaman, obunachilar. Juda ham ko'p kirkalar bilan. Xo'sh, mayli bo'lmasa. Xo'sh, obunachilar, mana ko'rishingiz mumkin. Men hozir kirkalar bilan qaytdim. 4 ta kirka bilan qaytdim. Mana endi bularning barchasini buzib chiqamiz. Hoppa, normalniy, davay tezroq buz. Obunachilar juda ham ko'p, lekin boru bilmadim bularni qachon tugataman, lekin mayli tezroq, menimcha yanada tezroq nima desam bo'ladi, buzib chiqsak, olib chiqsam yanada tezroq bitsa kerak. Yana ham bilmadim, buni qaranglar, buncha olmoslar bilan nima qilish mumkin bilasizlarmi? Juda ham ko'p ishlar qilsa bo'ladi. Misol uchun yaxta, paxta, luboy narsa. Lekin obunachilar, biz bunaqa yaxta, paxta sotib olmaymiz-da, obunachilar. Bizni qishlog'imiz, meni qo'shnim nima desam bo'ladi, ana u sotayotgandi. Qanaqadir sirli mentionda ish qilib, короче, katta sirli xaritada ish qilib joy, uy sotayotgandi. Juda ham katta uy sotayotgandi. Bularning barchasini buzib o'raydi, obunachilar. Короче, o'shani sotib olishimiz kerak. Shuning uchun menga juda ham qiziqdi, obunachilar, to'g'rida, albatta. Bo'lmasa bularning barchasini tezroq buzib olib chiqmasam umuman bo'lmaydi. Yaxshi, bo'lmasa obunachilar, men ham derdim, bularning barchasini buzib bo'lganimdan keyin menimcha olib kelsam kerak. Lekin obunachilar, to'xtanglar-da. Hozir bilmadim, bularning barchasini qanday qilib olib chiqaman bu yerdan. Chunki juda ham uzoq yo'ldan keldim. Xo'sh, menimcha menga arava kerak, obunachilar. Ha, arava kerak. Hoppa, obunachilar, menga mana bu narsa bor edi. Hozir arava yasaymiz, obunachilar. Ko'zinglarning oldiga arava yasamasak bo'lmaydi, obunachilar. Ha, toza arava yasamasak deb yubording deydigan bo'lsa, uzr, obunachilar. Chunki hozir men aravani yasashni ham o'rgataman, ham aravada ketamiz, obunachilar, bilasizlar-ku. Endi har qalay mashinada ketmasak kerak, g'orning ichida, ya'ni shaxtaning ichida. Mayli, birinchi o'rinda mana bu balonlarni qilamiz. Hoppa, bitta balon. Hoppa, ikkinchi balon, ya'ni g'ildirak, obunachilar, uzr. Ana endi hozir mana bunday qilamiz-da, ana uni yasaymiz. G'altaymi, короче, shunaqa deydilar, obunachilar, bizda g'altay. Yo'q, ana deydilar, bu arava deydilar, yo'q, g'altay deydilar, obunachilar. Tez kommentariyada yozib qoldiringlar, menga juda ham qiziq. Okey, mayli. Bo'lmasa, bularni hozir medanolarni yuklashimiz kerak, olmoslarni yuklashimiz kerak. Xo'p, bittalab yuklaganim yaxshimi yoki bloklab yuklaganim yaxshimikan? Bilmadim, obunachilar. Bo'lmasa bularni buzayveraychi. To'xtanglar, birinchi o'rinda hozir blokni bir qurib ko'rsammikan, nima deysizlar? Mayli. Qani hozir blokli qilib ko'raylik, obunachilar. Xo'p, hoppa, 7 ta blok. Qani, bo'lmasa mana buni ustiga qo'yib joylashtirib chiqaychi. Xo'sh, obunachilar, mana buni qo'yib bo'ldim. Menimcha juda ham ajoyib bo'ldi deb o'ylayman, yoki ajoyib bo'lmadimi? Mayli. Buni qaranglar, qanchasini aniq qilib bo'ldim. Deyarli barchasi, lekin obunachilar hali juda ham ko'p bor, obunachilar, juda ko'p olmoslar hali turibdi. Bularning bittasini ham qoldirib ketmasligim kerak. Buni qaranglar, qani invertorimda to'lib ketdi, hali yana qancha bor. Men boki olmoslar makonini topib oldim. Men juda ham omadli insonligimni mana yana bir bor ko'rishinglar mumkin, to'g'rimi obunachilar? Ha, to'g'ri bo'lsa kerak-da. Hop, yaxshi, bo'lmasa bularni mana shunday qo'yib chiqamiz-da, blokka aylantiramiz-da. Hoppa, normalniy 2 stak bo'ldi, yana bitta bularni joylashtirmasam ekan. Ha, mayli, to'xtanglar, bitta ko'tarib ko'raychi. Davay, ko'tar. Mayli, keyinroq ko'tarib ko'ramiz, obunachilar. Bo'lmasa chiqamiz-da, demoqchi. Obunachilar, qaranglar, barchasini buzib chiqdim. Ana endi obunachilar, qishlog'imizga ketsak bo'ladi, lekin mana bu aravani qanday ko'taraman bilmadim-ku. Mayli, nima bo'lganda ham ehtiyot bo'lib ko'tarishimiz kerak deb o'ylayman, obunachilar. Mayli, bo'lmasa asta, buni qaranglar, вообще nechidir staklar, juda ham stak ko'payib ketdi, juda ham ko'p olmoslar bo'lib ketdi, obunachilar. Men milliarder bo'lib ketdim-da, tushunyapsizlarmi? Mayli. Bo'lmasa, xo'sh. Men mana bu aravachani ko'tarib bu yerdan
survormasam umuman bo'lmaydi. Obunachilar davay ko'tar. Davay. O'z sanam og'irligini bir nima qilib ko'tarmasam bo'lmaydi obunachilar. Davay ketdi bo'lmasa, hozir men ko'taraman aravachani. Bu yerdan ketamiz obunachilar. Ya'ni shaxtaga voy buni og'irligini вообще ko'tarish ham qiyin bo'lib ketdi-ku. Qani qilib ko'tarsam ekan, ish qilib sinib ketmasa bo'ldi. Mayli, asta davay qani git. Normalniy. Bo'ldi, tezroq kamerani o'chirmasam bo'lmaydi boki. Вообще hozir gapirishga vaqt yo'q. Xo'sh, yaxshi. Davay bo'ldi, qo'ydim. Bor obunachilar, bularni ko'tarib chiqqunimcha boki вообще qo'llarim og'rib ketdi. Вообще. Men qaraylik juda ham ko'pligini hali boki men invertarimda ham bor. Bash invertarimdagi bilan mana bu aravadagi короче olmoslar juda ham og'ir bo'lib ketdi. Lekin mayli obunachilar, biz har doimgidek kattchoq bo'lamiz, mayli. Bo'lmasa hozir bularni barchasini mana bu Siyohrang qishloqining oldiga borishimiz kerak. Chunki Siyohrang qishloqi mana bu barcha olmoslarni pulga aylantirib beradi obunachilar. Mayli, bo'lmasa bu aravani olib bormasam bo'lmaydi. Bo'lmasa o'sha Siyohrang qishloqining uyiga ko'rishamiz-da obunachilar. Buni hozir aravani yana ko'tarib ketmasam bo'lmaydi. Davay qani ketdi bor vashi og'irligini. Davay. Yaxshi bo'ldi. Mana shu yerga turgani yaxshi. Ana endi Siyohrang qishloqini chaqiramiz. Siyohrang qishloqi yaxshimisan? Kampot, yaxshimisan? Albatta yaxshiman. O'zingda nima gaplar? Tashqariga chiqmaysanmi? Короче, men bu olmoslarni pulga aylantirib berasanmi? Albatta, Luboy resurslarni pulga aylantirib beraveramiz. Bo'ldi, davay tashqariga chiqaylik-chi, qancha olmosing bor ekan? 2 stakmi? Sen bundan ko'ra tashqariga chiq. Buncha olmoslarni qayerdan olding? Bo'lishi mumkin emas. Endi bilasan-ku, mana shunday omadim kelib qoldi. Shaxtadan kovlab yubordim bilsang agar. Mayli, juda ham ko'p ekan-ku. Pul qilib bersam bo'ldimi? Albatta, hali juda ham ko'p ana olmoslarim bor. Ularni ham qilib berasan bo'ladimi? Bo'ldi. Juda ham ko'p. Badarbaylikmi bo'ladimi shuncha pul? Ha, bo'ladi. Menimcha hamma invertarimdagi narsalarni olib, olmoslarni olib pulga aylantirib berding, to'g'rimi? Albatta. Hammasi to'g'ri hisob-kitob qilingan. Agarda xato bo'lsa, menga aytishing mumkin. Yo, barchasi to'g'ri. Mayli, senga katta rahmat. Mana bu arava esa senga sovg'a, tushundingmi? Mayli, davay sog' bo'l. Davay, sog' bo'l. Ko'rishguncha katta rahmat yana bir bor. Obunachilar, men qaranglar, men o'zi olmosni pulga aylantirdim. Mana endi hanavi qishloqning oldiga boramiz. Qishloqni nima qilayotgan ekan obunachilar? Menga juda ham qiziq obunachilar. Lekin qishloqning oldiga borishdan oldin hozir kiyinib olmasam bo'lmaydi, bilasizlar-ku. Oppa obunachilar, men qaranglar, juda ham ajoyib kiyinib oldik. Juda ham zo'r bo'ldi deb o'ylayman, men qaranglar. Vashi. Bu kiyim oddiy kiyim emas obunachilar. Bu kiyim olmosdan va oltindan tayyorlangan qimmatbaho kiyim bo'ladi. Mayli obunachilar, mana bu ochki qimmat va mana bu bo'ynimdagi tumor ham juda ham qimmat hisoblanadi. Sababi obunachilar, mana bu xususiyatlarni beradi mana bu tumor menga. Obunachilar, lekin juda ham qimmatga tushdi. Qimmat emas, lekin obunachilar 3 stak pulga tushdi-da, lekin menga hali obunachilar juda ham ko'p pullarim bor obunachilar. Bo'lmasa hozir ana qishloqning oldiga boramiz. Ya'ni qo'shnimni oldiga. Mayli. Qo'shni kirsam bo'ladimi? Mayli, kiraver, Kampot. Okay. Nima gap? Qishloqi? Kiyimlarni qayerdan olding? Juda ham zo'r ekan kiyim. Ha, senga katta rahmat. Qisqasi bilasan, menga juda ham ko'p pul bor va sen bitta juda ham ajoyib uy sotyapsan deb eshitgan ekanman. Albatta, lotereyada yutib olganimdan keyin mana shu uyni sotuvga qo'yganman. Agarda olmoqchi bo'lsang, qiziqsang, menga pullarni bersang, sразу senga hujjatlari bilan koordinatalarini beraman o'sha uyda. Rostdanmi? Albatta. Bo'ldi, bo'lmasa barcha pullarni olishing mumkin. Menimcha birinchi to'lov bo'lsa kerak, to'g'rimi? Albatta, birinchi to'lov bo'ladi. Xo'p, mayli, bo'lmasa barcha pullarni olishing mumkin. Xo'sh, obunachilar juda ham qimmat bo'lib ketyapti-yu, mayli, to'xtanglar. Mayli, senga yana 1-2 blok pulni beraman. Yaxshi, hisoblab olaydi. Xo'p, yana 2 blok pulni ber. Uncha yetmayapti-da, tushunyapsanmi, Kampot? Bo'ldi, mana 2 blok bo'ladimi? Bo'ldi, endi mana bu uyni koordinatali taniqni olishing mumkin. Katta rahmat, bo'pti, qishloqqa zo'r ajoyib savdo bo'ldi, davay. Mayli, davay, ko'rishguncha Kampot, agarda yana qiziqsang, kel. Xo'p, mayli. Obunachilar, qaranglar, вообще juda ham chotki uyni koordinatasini sotib oldim, lekin obunachilar hozir sandiqda ishini ko'rishimiz kerak. Sandiq, qana. Obunachilar juda ham zo'r bo'lsa kerak, bilmadim, mayli. Qani? Yaxshi. Davay, bo'lmasa hozir ochib ko'ramiz-da. Davay, oppa. Ana, mana bu yerda yozilgan, adashmasam. Xo'sh, yaxshi. -3567, 87 va 1245. Okay, obunachilar, endi hozir o'sha koordinatalarga yo'lga otlanamiz. Har qalay obunachilar, menda pul bor va hozir taksini chaqirsam, menimcha zo'r bo'ladi.
Oh my god, obunachilar qaranglar, juda ham zo'r kattaligini. Men o'ylaganimdan ham juda ham katta ekan. Menimcha puliga arzasa kerak. Obunachilar, men mana shu butun uyni sotib oldim, tushunyapsizlarmi? Вообще, nima desam bo'ladi? Bu mansion deyiladi-da, adashmasam. O'zbekchasida nimaligini bilmadim, lekin obunachilar inglizchada mansion deyiladi bu yer. Juda ham katta uy hisoblanadi obunachilar, qaranglar. Вообще villa desam, yo villa bo'lmaydi, obunachilar. Mansionda qisqasi obunachilar, qaranglar, juda ham katta. Hogwartsga o'xshaydimi yoki qanaqadir o'yinmi? Tez meni rasmga olinglar. Agar obunachilar zeriksanglar, bemalol mana shu uyga kelishinglar mumkin, tashrif buyurishinglar mumkin. Men Kampotning obunachisiman desanglar, bemalol ajoyib meni xizmatkorlarim sizlarga xizmat qiladi. Ana endi bu yerda ham xizmatkor bo'lsa kerak-da, obunachilar, to'g'rimi? Yoki xizmatkorlarni ham sotib olishim kerakmi? Ya'ni sota olmayman, endi anaqa qilaman-da, nima desam bo'ladi? Shaq to'layman-da. Mayli bo'lmasa nima ham derdim, buni qaranglar. Вообще zo'rligini juda ajoyib. Xo'p, bu yerlarga nima qursam ekan? Obunachilar, buni qaranglar, juda ham katta yerni. Bu yerga fontan qursammikan, a? Yoki teatrmi, yoki kinoteatrmi? Lekin teatr qursam ham bo'ladi obunachilar. Bilmadim, fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Bu yerga nima qursak bo'ladi? Nima ham derdim obunachilar? Mayli obunachilar, bugun sizlar bilan yana Kampot bo'ldim obunachilar. Kelasi videorolikgacha obunachilar, ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar. Fikrlaringizni kommentariyada yozinglar. Barchalaringizni fikrlaringizni o'qib chiqaman. Xayr obunachilar.